farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovni yurtida qanday qiyinchilik, mashaqqat evaziga, oilasidan uzoq bo'lib g'urbatda yurishlik evaziga, qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bir kunning orzu havasga sarqib turib, 1 yillik mehnatini havoga uchirib yormaylar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandinglarga yoki kuyovlaringlarga. Axir ular keyin ham kerakdir sizlarga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yda o'tkazsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, tof kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu safardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol 1 yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. Insof kerak.